alaykum. Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi 14-may davlat maktab ta'lim tashkilotida tarbiyachi bo'lib ishlayman. Men yosh avlodlarga sifatli ta'lim berib, zamonaviy usullardan foydalanib kelmoqdaman. Boshing egib, ta'zim ayla, shukrona ayt. Seni guldek erkalagan chaman uchun. Osmonlarda yurgan bo'lsang, tuproqqa qayt. Aytgin do'stim, nima qildik vatan uchun? Shu soylardan suvlar urgin yuzingga sen. Bir bor nazar solgin bosgan izingga sen. Shu savolni berib ko'rgin o'zingga sen. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun? Ko'zi qora, yuragi oq shu el uchun. Tuproq uchun, shu yurt uchun, chaman uchun. Ulug' inson boshlab bergan shu yo'l uchun. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun? Ulug' inson boshlab bergan shu yo'l uchun. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun? Buncha bino qo'yma zarin choponlarga, saratonda yaproq bo'lgin dehqonlarga, suyangani tayoq bo'lgin cho'ponlarga. Aytgil do'stim,